Duogo'y xolajonimizni uyi sotildi mana. Xolajon, duo qiling axa. Ilohim, Allohim, sarvari yo'ldoshi o'ylari, yaxshi yordam ber. O'ylarim sotildi, tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Turposan oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Allohim har doim umrlarini uzoq qilsin, ishlarini rivojini bersin. Amallari katta bo'lsin, turposiz oltin bo'lsin, oltin bosh omon bo'lsin. Ming yillarga yashang, umringiz sog' bo'lsin. Oilangiz bo'lsa, oilangiz sog' salomatgina ko'p uzun yashaylar, tinchlik oqarli bo'lsin. Allohim o'zi yordam bersin sizlarga. Allohim birga bo'lsin. Dilingizda bo'lsin Allohim, yuragingizda bo'lsin Allohim. Har doim Allohga ishoninglar. Alloh o'zi yordam beradi. Amin. Allohu akbar. Endi xudo xolasa katta uyga ko'chish niyat, ha? Endi katta uy ko'chish. 3 xonalimi? 3 xonali. To'y xonali deng, yaxshi niyat qiling, bo'ladi xudo xolasa. Kimga uy sotish xizmatlari kerak bo'lsa, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bizga aloqaga chiqinglar, zo'r qilib reklama qilib beramiz. Allohning izni bilan siz ham uyingiz sotiladi. Bosing.